agar erkak kishi oilasi bilan kelisha olmasa, ajrashib ketsa, u erkakda hamma ayb ayolda bo'lsa kerak. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi martalar uylanib keta olsa, erkak yarashadi degan bir tushuncha bor. Ayol kishi agar oilasi o'xshamay qolsa, demak hamma narsa shunda mana deyishadi. Afsuski, o'zi asli unaqa emas. Hammasida ham emas demoqchiman. Ayollarga shu taraflama qiyinroqda. Ularning bitta oilasi o'xshamay qolganligi uni butun hayotida izdan chiqib, uni har qanaqasiga aybdordek. Men shunaqa odamlarni bilaman, suhbatlashganimda ular hayotini gapirib berganda, haligi shunaqa zo'r insoniylik, shunaqa zo'r bir tarbiyasi, suhbatini o'zida gaplashganingiz shunaqa zo'r insonligini bilib, o'sha kimdir uni anaqasini bir noto'g'ri o'ylab, misol uchun mana shunaqalarni ko'rganman. Hattoki farzandni tug'dirib, dunyoga keltirib qo'yib, oshnonidan xabar olmay, u nima yeyapti, u nima ichyapti bilmaydi. Hatto tug'ilgan kuniga kelib xabar olmagan bo'lsa, bir yasharlik aytishadi bizga. Shunaqa odamlar bor-da. Otalar bor-da. Astag'firullah, mayli birovga anaqa qilib, birovning anaqasini olmayligi qiyin-da ayol kishiga mana shunaqa.